Yaqin Sharqda Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil tomonidan Eronga qarshi boshlangan yangi urush va Eronning dunyo neftining taxminan 20% olib o'tiladigan Hormuz bo'g'ozini yopib qo'yish fonida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bugun Rossiya Federatsiyasi neftiga qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashini e'lon qildi. Dunyodagi deyarli barcha davlatlarga energiya ta'minotini ta'minlab beradigan Yaqin Sharq davlatlaridan chiqadigan neft va gazning urush tufayli to'xtab qolishi dunyo iqtisodiyotiga juda katta ta'sir o'tkazishni boshlagan. Ayni shu fonda esa neft va gazning narxi oshishda davom etmoqda. Eslatib o'taman, Yaqin Sharqdan chiquvchi neft va gazga bog'liq bo'lgan davlatlarning asosiy qismi Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqchilari hisoblanadi. Xususan, Yaponiya 90-95% gacha, Koreya Respublikasi 70-80% gacha, Singapur 70% gacha, Hindiston 60-70% gacha, Pokiston 70-80% gacha, Bangladesh 60-70% gacha, Tailand 50-60% gacha, Xitoy 50% gacha, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi esa 10% gacha. Yevropa ittifoqi ba'zi manbalarda 10-15% gacha neft mahsulotlariga, ammo ba'zi manbalar 90% gacha gaz mahsulotlariga aynan Yaqin Sharqqa bog'liq ekanligi aytiladi. Ammo Yaqin Sharqda boshlangan urush va Rossiya neftidan sanksiyalarning olib tashlanishi Rossiya Ukraina o'rtasidagi urushga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Endilikda Rossiya, xususan Putin ixtiyorida urush uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag'lar to'planishni boshlaydi. Undan tashqari, Rossiya aholisining iqtisodiy ahvoli ham yaxshilanish tomon harakatlanishi mumkin. Bu esa urushni yana ham uzoqroq olib borishga xizmat qiladi. Aksincha, Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaqin Sharqda boshlagan urushi Ukrainaga teskari ta'sir ko'rsatadi va Ukrainaga yuborilishi mumkin bo'lgan qurollar, hattoki Yevropa ittifoqi ularga pulini to'lab berishni taklif qilgan taqdirda ham Ukrainaga yuborilmasligi mumkin bo'ladi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ayni shu qurollarni o'zining Yaqin Sharqdagi urushiga safarbar qilishni ma'qul ko'radi. Shu vaqtga qadar Rossiya neftini sotib olishdan bosh tortib, sanksiya ostida ushlab kelgan davlatlar esa endilikda Rossiya va xususan Putin bilan boshqacharoq muzokaralar olib borishlariga to'g'ri keladi. Bu degani, oldingi narxlardan nisbatan qimmatroq narxlarda ana shu neft va gazni sotib olishlariga to'g'ri keladi. Xitoy va Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron bilan bog'langan urushda ko'proq qolishdan manfaatdor bo'lganligi sababli ham unga, ya'ni Eronga kamida razvedka ma'lumotlari, ehtiyot qismlar, qurol, aslahalar va oxir-oqibatda moliyaviy yordam ko'rsatishga harakat qiladi. Undan tashqari, AQSh va Isroilning Eronga qilgan hujumlari fonida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi va hujumlari nisbatan legitimlashgan holatga keladi. Buni esa Rossiya Federatsiyasi diplomatiyada juda oqilona foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.